Assalomu alaykum. Kali Linux bo'yicha 5-darsga xush kelibsiz. Bugun terminaldagi eng kerakli buyruqlarni o'rganamiz. Terminalni ochib olamiz mana. Demak, kattalashtirish uchun nima qilish kerak edi? Ctrl+. Bugun pvd, ls va cd buyruqlari bilan tanishamiz. Bu uchta buyruq Linuxda papkalar orasida yurish uchun eng asosiy buyruqlar hisoblanadi. Demak, terminal nima edi? Bu Linux bilan buyruq orqali ishlash joyi. Windowsda faylni sichqoncha bilan ochamiz. Linuxda ham shunaqa qilish mumkin, lekin Kali Linuxda asosan terminal ishlatiladi. Shuning uchun terminaldan qo'rqmaslik kerak. Buni oddiy buyruq yozadigan joy deb tushunamiz. Endi biz hozir qayerda turganimizni bilishimiz kerak mana. Buning uchun nima? Bizga pvd buyrug'i kerak bo'ladi. Yozamiz va enter. Mana bizda home Kali'da turgan ekanmiz papkada. Tushunarlimi? Mana bu yerda ham papkaga kirsangiz sichqoncha bilan kirsa bo'ladi, lekin biz hozir terminalda home Kali papkasida turgan ekanmiz. Endi papka ichidagi asosiy narsalarni ko'rishimiz kerak. Buning uchun ls buyrug'i bilan yozamiz. Enterni bosamiz. Mana. Demak, mana desktop downloads mana papkalarni ichiga kirsak, mana xuddi shu papkalar mana bu yerda. Tushunarli? Demak, desktop ish stoli download yuklab olingan hujjatlar bo'lishi mumkin. Tushunarli? Endi birorta papkaga kirishni o'rganamiz. Buning uchun cd ishlatiladi. Buning uchun mana рабочий stolga o'tishimiz uchun cd desktop mana. Xuddi Windowsda cmd o'ynasida ham xuddi shu buyruq bilan kiriladi. Enterni bitta bossak mana рабочий stolga o'tdi. Tushunarli? Endi yana pvd qilamiz. Mana endi biz рабочий stolga turganimizni bilishimiz mumkin. Endi orqaga qaytish qanaqa bo'ladi desa, cd bitta probel, ikkita nuqta. Tushunarli? Enterni bitta bosamiz, mana orqaga qaytdi yana. Endi yana bitta tekshirsak, mana biz Kali'da turibmiz. Home Kali'da. O'zingiz boshqa papkalarga kirib, demak, chiqishini o'rgansangiz juda yaxshi bo'ladi. Barchaga rahmat, salomat bo'ling.